Shomurodov va Fayzullayev gol urib jamoasining g'alabasini ta'minladi. Bugun Turkiya Kubogi 3-turi doirasida Istanbul Başakşehir Fotoh Karagümrük mehmoni bo'ldi va yirik 4-1 hisobda g'alaba qozondi. Biz uchun e'tiborlisi uchrashuvda kiritilgan gollarning ikkitasiga O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev mualliflik qilishdi. Dastlab 7-daqiqada Ivan Birnichning bergan pasidan keyin Abbosbek Fayzullayev bo'sh qolgan darvozani ishg'ol qildi. Oradan 14 daqiqa o'tib navbat Eldor Shomurodovga keldi. Fayzullayev tepgan to'pni darvozabon qaytardi, ammo qaytgan to'p to'ppa-to'g'ri Shomurodovning oyog'iga kelib tushdi. O'zbek hujumchisi ochiq qolgan darvozani aniq nishonga oldi. 2-0. Afsuski, Shomurodov 26-daqiqada jarohat olib maydonni tark etdi. Uning o'rniga Miguel Crespo o'yinga qo'shildi. Ikkinchi taym boshida zaxiradan o'yinga qo'shilgan Crespo hisobni yiriklashtirdi. Ushbu hujumda Abbosbek Fayzullayev ishtirok etdi. Uning tepgan to'pi ustunga tegib qaytdi. Qaytgan to'pni Crespo joylab qo'ydi. 58-daqiqada Abbosbekka nisbatan raqiblar qo'pol o'ynadi va u ham almashtirildi. 65-daqiqada Fayzullayevning goliga assist amalga oshirgan Birnich ham o'z nomini tabloga yozib qo'ydi. Mezbonlar o'yinchisi Kone 79-daqiqada oradagi farqni bittaga qisqartirdi. Shu tariqa Nuriy Shahin boshqaruvidagi Istanbul Başakşehir Turkiya Kubogi 3-turini yirik g'alaba bilan yakunladi. Umid qilamizki, Abbos va Eldorning jarohati u qadar jiddiy emas. O'zi Aliqulov va Masharipovning holati bizni ancha qayg'uga solyapti. Bunisi umuman kerak emas.